Men 8 yildan buyon soliq organlari tizimida faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Shuning uchun o'z majburiyatlarimdan kelib chiqib, deklaratsiya topshirish muddatini kutmasdan olgan daromadim va mol-mulkim to'g'risidagi deklaratsiyani topshirdim. Men ham 1-aprelni kutmasdan deklaratsiyamni topshirdim. Sizchi? Elektron hujjat tarzida tayyorlangan deklaratsiyani Soliq qo'mitasining My3 soliq.uz saytining elektron soliq xizmatlari portali orqali yuborish juda ham qulay va oson qilingan. Men va hamkasblarim tomonidan jami yillik daromadimiz hamda mol-mulkimiz va noturar obyektlarimiz to'g'risidagi deklaratsiyani shu usulda topshirdik. Men deklaratsiyalarimni topshirdim. Sizchi? Men 11 yildan buyon soliq xizmat organlarida ishlayman. Deklaratsiya topshirish men uchun bu vatanparvarlik. Shuning uchun o'z majburiyatimdan kelib chiqib, deklaratsiya topshirish muddati bo'lgan 1-aprelni kutmasdan oldindan daromadim va mol-mulkim to'g'risida deklaratsiyani topshirdim. Men ham 1-aprelni kutmasdan daromadim va mol-mulkim to'g'risida deklaratsiya topshirdim. Prezidentimizning 2025-yil 10-dekabrdagi PF 246-sonli farmoniga muvofiq 2026-yil 1-martdan boshlab soliq organlari xodimlari hamda Navoiy va Chirchiq shaharlarida hisobga qo'yilgan jismoniy shaxslar tomonidan jami yillik daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etish amaliyoti tajriba sinov tariqasida joriy etildi. Shundan kelib chiqib, Buxoro viloyati soliq xizmati organlarida mehnat faoliyatini olib borayotgan asosiy tarkibdagi jami 542 nafar xodimlar ham ixtiyoriy ravishda joriy yilning 1-aprelini kutmasdan jami yillik daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyani muddatidan oldin taqdim etdilar. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad soliq tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlarning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlarning ochiqligi va shaffofligini oshirish hamda manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.